Nimaga aynan bundan zakaz qilganim sababi opacham bilan telefonda gaplashib o'tirganimizda sochimiz yomon to'kilyapti, nega nima qilsam ekan deganimda opacham aytdilar. Green Life'da imbirni bu shampuni bor, olib ishlatgan, shunaqa zo'r effekt beradi. Narsalarini ko'p ishlatasan, rosa yaxshi o'zing ham bilasan. Men o'shanisidan ishlatib ko'rdim. Pochini ham, meni ham sochim rosa yomon to'kilayotganda o'shani ishlatdik, rosa zo'r yordam berdi, ishlat dedilar. O'shanga balzami bilan birga zakaz qilib bordim. Screenshot qilib olinglar. Profil ham qoldiraman. Bemalol shundan zakaz qilib olsanglar bo'ladi. Shampuni, конечно, shampuni o'zida to'xtab qola olmayman. Men qo'shimcha nimadirlar ham zakaz qilishim kerak-ku. Makiyaj o'chiradiganim. Rosa yaxshi ko'raman shu salfetkasini. O'zi bilasizlar, Green Life gildli dushalari, idish yuvadiganlari hamma narsasidan ishlataman. Azaldan ko'pchilik biladi. Gildli dushasini shunaqa yaxshi ko'raman, ko'ryapsizlarmi? Ichi yaltirayapti. Yuvinganinglarda